qaynagancha, yemda suv isigancha, qaynagancha sizlarga bitta qo'shiq aytib beraymi? Obuna. Ha? Qadrli ota-yu ona, topilur do'stu begona, topilmas ota-yu ona. Navoni ming da'vo berlar, va'dani beda'vo berlar. Mahallangdan o'tar bo'lsa, otasi yo'q gado derlar. Piyolaning sariq rangi meni rangimga o'xshaydi. İçidagi qora choyi yurak bag'rimga o'xshaydi. Kelinglar shahriga bordim, kelinglar demadi hech kim. Oyog'im loyga botganda qo'limdan tortmadi hech kim. Qanot bersa uchib ketsam, qadrli onamni ko'rsam, onam bilan suhbatlashib, yurak bag'rimda yon etsam, ona ridona yugona, qadrli ota-yu ona, topilur do'st begona, topilmas ota-ona. Ruschasini ham bilaman, bitta zo'r ruschasini aytib beraymi? Keyingi safar obuna bo'lsalaringiz. Obuna bo'lib 500 ta like yig'sa mana shu qo'shig'im. O'zim yozgan hayot haqida juda zo'r she'rim bor. O'sha любой aytgan narsalarimga chertib aytib beraman, lekin chalolmayman. Faqat chertib, любой narsani chertib aytaman. O'zim yozgan. Keyin birinchi aytgan qo'shig'im ham boyaga aytgan qo'shig'im. U juda uzun. Yozib qisqartirib, sizlar vaqtlang olmayin deb ozrog'ini aytdim. Obuna va like 500 ta like yig'ilsa, Yana boyagi ona ridonaning davomi ancha uzun.